Men jo'g'ada mana shunday alamimni olmasam boshqa alamimni olish usulim yo'q. Hozir uni badbo'yxitga bo'ktirib o'ldiraman. Meni yopib qo'ymasam, meni bu yerdaligimni kimdir ko'rib qolsa jo'g'aga xabar qiladi. Men esa bu yerni ajoyib hojatxonaga aylantiraman. Jo'g'a, yaxshi, sen har doim sovg'alarni o'z vaqt topib beryapsan. Bu gal ham o'z vaqt topib bera olmaganing uchun, ya'ni to'g'ri olib bera olganing uchun pulingni olib ketaver. O'zi doim shunaqa qilaman janob mer. Bo'pti, bor endi, borib ishlaringni ko'r. Aha, mayli janob mer, sizga kattakon rahmat. Bu yerda nimalar bor? U xotirim kam kelganman, tegma. Ha, mayli, uzr, sorry brother. Men ketdim unda. Ingliz tili ham boblab gapirding. Ha, shunaqa o'zi boblab gapiraman doim. Tak, hozir nima qilmoqchi edim? Ha, uyimga bormoqchi edim, kompyuter o'ynamoqchi edim. Qanaydir hid kelyapti uyimda oldidan. Rostdan qanaydir badbo'y hid kelyapti. Kim sasib ketdi bu yoqni? Bilmadim, menimcha mana shu chet elda uydan kelyaptimi yoki mana daraxtni mevalari chirigan bilmayman, qayerdan kelyapti bu g'alati hid. Polizlarimni birorta qaysidir narsasi chiriganmikan, ya'ni poliz ekinlarimni qaysidir balki chirigandir, lekin qayerdandir rostdan ham g'alati hid kelyapti. U qaranglar, oppo, sezyapsizlarmi? Qayerdan sizlar sezyapsizlar obunachilar? No, sezayotgan bo'lishlari mumkin, kommentariy yozib qoldiringlar, sezayotgan bo'lsanglar. Men lekin tushunmayapman, qayerdan kelyapti bu hid. Ha, mayli, yo'qolsa kerak, uyimning ichiga unchalik emas-ku, lekin uyimning ichiga ham bor ekan. Oppo, juda ham g'alati. Hozir kompyuterda bir ikkita narsalar ko'rishim kerak edi. Tak, yo'qamiz. Kompyuter yangi fon qo'yganman, ko'ryapsizlarmi? Takoy fon. Xo'p, ana endi Obbo, yana g'alati hid kelyapti. Qayerdan kelyapti-kina? Bu hidni borib janob merga aytaymi-kina, uyimdan g'alati hid kelyapti deb. Yo'q, kompyuterxonadan keldi, tushunmadim. Bu yer bunaqa emas-ku hozir. Tushunmadim. Qanaqadir izlar. Kim bu yerga is bilan qanaqasiga tushunmayapman, nima bo'lib ketyapti bu yoqda. Hozir janob merga aytmasam, bular o'z boshim cho'p ketgan. Oy, menga qara, sen uyimda rasvo qilmadingmi? Nima qilibman, qanday qilibman? Qara, nima deganing bu? Obbo, sen tushunmay, o'zing tentakka solib ko'ryapsizlarmi? Qo'shib turay. Hozir assalomu alaykum bratan. Va alaykum ajoq aka. Oho, yoningizga shuncha yordamchi sotib olibsizmi? Zaynab qilib yordi. Bular yordamchi emas, shunchaki oldim yig'ilib olgan hammasi. Bularni chiqarish kerak-da bu yoqdan. Shuni chiqara olmayapman, yordam berib yubor. Qanday chiqarishim mumkin axir? Eshikdan sig'mayapti-ku bular. Bularni eshik qisib qo'yganda. Tushunali, eshik qisgani aniq. Mayli, men bir ikkita narsa olgani kelgandim o'z oldingizga. Mayli, olsang odam pulini tashlab ketmang, lekin bu yerda qimirday olmayapman. Ko'rinib turibdi, qimirday olmayotganingiz, qisilib qolgansiz-ku. Tak, hozir yana nima olmoqchi edim, hozir eslab olayda, brat. Esla mayli. Mana deb berishing kerak pulni. Mana bo'ladimi? Bo'pti, bo'ladi. Yaxshi, BMW. Bu avval kelgandi, lekin hech haydamaydi egasi, shuni qo'yilman. Nimaga haydamaydi? Balki haydashni bilmasman, unda shopirlik ko'rsa bo'lardi. Jinnimisan, nima uryapsan? Yo'q, jin emasman. Shunchaki urgim keldi, urdim. Va uyimdan qanaydir g'alati hidlar kelyapti. Bu mana yerda bitta iz yo'qolibdi. Mana shu yerdan aynan kelyapti. Eng pik nuqtasi o'sha joyda ekan. Bilmadim, qanday hidlanib qolgan bu yerlar. Tushunarsiz, mayli. Hozir balki qanaqadir hayvon o'lib qolganmi yoki birorta hasharot o'lib qolgan bo'lsa, keyin o'ligi chirib ketib, eskirib, shunaqa chiqayotgan bo'lib qolganmi bilmayman. Hozir aniqlashtiraman, mayli. Undan oldin juda ham uyqum kelyapti. Uxlab olmasam Jo'xa, yaramas. Men senga oz ko'rsatib qo'yaman. Sen tinchgina yashab yuribman deb o'ylaysanmi? Yo'q, sen tinch yashamaysan. Men seni hidga cho'ktirib o'ldiraman. Hidga cho'ktirib o'ldiraman. Kompyuterimni ustiga uxlab qolibman. Nima bo'lyapti bilmasam. Oy, stulda ham o'tirib uxlab qolaman. Obbo, yana o'sha hid kelyapti. Qayerdan kelyapti? Obbo, rostdan ham g'alati hid bor-ku. Hozir o'sha hidni aniqlashim kerak. Nima bu yerda qanday chiroyli narsa ko'rgandek bo'ldim. Rostdan ham chiroyli narsami? Mana bu sigirmi? Yo, bala, sigir qalaysan, yaxshimisan? Yo, o'rmonda nimadir bor ekan, tezroq bu yerdan surib olmasam bo'lmaydi. Yomon qo'rqinchli narsa ekan bor-ku. Xo'p, qochish kerak, bu yerdan surib olish kerak. Yaxshi uyimga borib kirib o'tirib olayin. Obbo, yaramas. Hid qayerdan kelyapti? Odamni boshini ortib tashadi-yu, javnaga boshi ortadigan hid emas ekan-ku, normalligini hid ekan. Obbo, qayerdan uyim taydan kelyaptimi deyman. Darostdan uyim taydan kelyapti. Qanday aniqlashtirsam bo'ladi? Odam narsa yegisi ham kelmay qolyapti. Ishtahani bug'ib tashagan o'sha yaramas hid. Qayerdan kelyapti? Kim qanaqa hid chiqaryapti bilmayman. Menimcha shu janob mer debman. Jetellarni qaysidir bir yaramas jetel qilyapti shuni shekilli. Obbo, nima deyapman? Mayli. Xo'sh, narsalarni ham yeb bo'ldim endi.
uxlayapman kerak yomon uyqum kelyapti lekin man poldakilar yig'ishtiraymi yoki rostdan uyqum kelyapti rostdan ham mayli hozir mana bu yerni avval yig'ishtirib olish kerak bu yerni yig'ishtirmasam mana shu polizdan kelyaptimi deymanda hid chunki birorta agar sabzimi kartoshkami chirigan bo'lsa o'shani hidi shunaqa anqib chiqayotgan bo'lishi ham mumkin no sabzi bilan kartoshkani hidi bunaqa emasda bu hid o'ta bir hibba hidda dahshat hid boru mayli hozir tak tez yig'ishtirib olayin manimcha hech qayerda hech narsa qolmadi endi qaytarib ekib chiqish kerak ekish ham o'zi bir problemali narsa ko'ryapsizlar shu asabni buzadi ekish ham qiyin ishda endi poliz qilish oson narsa emas bilasizlar o'zinglar ham poliz qilib ko'rgan bo'lsanglar kerak ho'p polностью sabzi ekib yuboraymikan yo'q o'rtasiga boshqa narsalardan ham ekish kerak chekkasiga sabzi ekkanim sababi sabzini bo'yi baland bo'ladi o'shanda o'rtasidagi narsalar saqlaydi suvdan uzoqroq bo'ladi suvdan uzoqroq bo'lganda ja unaqangi loy bo'lib pishmaydi ya'ni loy bo'lib qoladi bilasizlarmi sabzini yerdan tortib olgan payt loy bo'lib chiqib keladi o'sha hisobga olyapman tak hozir ana hidni aniqlash kerak qayerdan kelyapti ekan juda ham rasvo hid bor juda ham sassiq hid demak kimdir shu uyimni atrofida nimadir qilyapti janob mer assalomu alaykum Va alaykum, nima soliq olib keldingmi? ha olib keldim bitta sizga gapim bor Qanaqa gap? короче uyimda g'alati hid paydo bo'lgan Qanaqa hid? Sastyapsanmi? yo'q men emas kimdir sastyapti shekilli tak obbo janob meram o'zini bilmaganga olyapti rostdan ham bilmaydida endi baribir aytish kerakda nimadir qil deyish kerak yo jetellar gapirish kerakmidi bilmadim hozir aniqlashtirishga harakat qilib ko'raman ho'p mana bu yerlardan kelmayapti yo'q uyimni imini tagidan kelyapti bilmayman nimaga uyim tagidan bunaqa hid kelyapti hayronman boru mayli hozir nima qilsam ekan nima qilishni ham bilmay qoldim xo'p tak hozir mana shu uyimni orqasini bir qazib ko'raychi qani nima bor ekan manimcha mana shu stop eshikmi qanaqadir eshik bor ekan bu yerda tushunarsiz qanaqa eshik ekan bu yer kim bunaqa qilib ketdi tushunmadim da rostdan ham kimdir shunaqa qilib ketgan hozir mendan ko'radi kim qilgan bo'lsa ham boru asablarimni buzib tashlagani uchun asablarini buzib tashlayman man ham tak man bu yerlarni ochib olayin kattaroq yo'l bo'lsin tak ochamiz qani ochil jetelmi da bo'lmish jetel yaramas jetel nima oho san sastib o'tiribsanmi hali shuncha paytdan beri shuncha joyni Azoblandingmi? azoblanish ham gapmi battar azoblandim jinnimisan nimaga bu yoqni bunaqa qilib ketding chiq bu yerdan yo'qol asabimni buzganing uchun hozir o'ldirib qo'yaman seni Bo'ldi, tegma bo'ldi, ketaman. yo'qol asabimni buzding obbo yaramas qayerdan sassiq hid kelyapti desam bu yerga unitas qo'yib olgan ko'rdinglarmi yaramasni bo'ldi manimcha hammasi chotki endi bu yerni yopib yuborish kerak lekin bir o'zim qo'limdan kelmasa kerak usta chaqiraman bilmayman xullas bu yerda tekislatib yubormasam uyimni tagi tep tekis ochiq joy bo'lib yotibdi agar ochiq joy to'ldirmasam keyin tap etib pastga tushib ketsam keyin pastga yiqilib ketaman bor mana shu yerda ko'rasizlar mana shuncha joyni rasvosini chiqazib yuborgan bu yerni yopib chiqish kerak endi kattaroq joy qilib